Assalomu alaykum, hurmatli musofirdek qadrdonlar, Rossiya hududidagilar yoki Rossiya hududiga yangi kelmoqchi bo'lganlar. Bu video ham sizlar uchun juda ham foydali, chunki bugun bu video orqali men sizlarga Rossiya hududida eng ishonchli registratsiya qayerdan qilish mumkinligi haqida ma'lumot berib o'taman. Murojaat qiladiganlar, men registratsiya bilan shug'ullanmayman. Bu videodan keyin siz o'zingiz registratsiya qilib berasizmi deb telefon qilmanglar. Demak, qanday tartibda birinchi o'rinda registratsiyalar bazalari tushish haqida va uni turlari haqida suhbatlashamiz bugun. Agar video sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, ozgina bo'lsa ham ma'lumot olgan bo'lsanglar, mehnatni qadrlab yurakcha tugmasini bosib qo'yamiz va o'rtog'imizga jo'natib qo'yamiz. Demak, registratsiya qilish tartibi hozirda turli yo'llar bilan qilinadi. Bulardan eng ommalashgani через госуслуга предложенияsi orqali, yana MVD orqali, PVS orqali, yo bo'lmasam moy dokument orqali, eng oxirida eng eski hozir modadan chiqib ketgani pochta orqali qilinadi registratsiya. Demak, biz 5 ta tartibda sanadik. MVD orqali, moy dokument orqali, PVS orqali, gosusluga orqali, pochta orqali. Bulardan eng ishonchlisi moy dokument emas. Ko'pchilik moy dokumentdan registratsiya qildim demak bu ba'zida bor deb o'ylaydi. Aslida MVD orqali qilingan registratsiya, MVD orqali bazaga o'sha kunda o'zida qo'yiladi. Dokumentlaringni topshirding, qo'llarga registratsiya yozib berdi. Demak, o'sha minutdan bazada bo'ladi, chunki ular o'zi bazaga qo'yadi. MVDni qanday farqiga boraman deydi. Ko'pchilik farqiga borishmaydi. MVD qaysi ekanligini akoshkada siz dokumentlaringizni primat qilgan odam politsiya xodimi kiyimida bo'lsa, bu MVD bo'ladi. Endi ko'pchilik hozir nimaga bunaqa aytyapsan deb kulmoqchi bo'lishi mumkin. Yangigalar tushunmaydi, bilmaydi. O'shaning uchun men bularga soddaroq qilib tushuntiryapman. Yana moy dokument orqali qilish mumkin. U yerda ham akoshkada o'tirishadi, lekin ular politsiya xodimi kiyimida emas, oq rubashkada o'zlarining qizil ro'mollari bor bo'ynida, o'shalarni o'rab o'tirishadi. Ular registratsiya qo'yib beradi. Ular просто primat qiladi. Ularning registratsiyasi 15 ish kunida bazaga tushadi deydi. Ular sizni dokumentingizni qabul qilganiga javob beradi. Lekin ular ham qog'oz qilib beradi qo'lingizga, lekin u bazaga tushmaydi. Ba'zi holatlarda tushadi, ba'zi holatlarda uni MVD rishad qiladi. Ya'ni birinchi aytgan organizatsiyamiz. Yana bitta hozirda ommalashgan 2-3 yildan beri PVS deb yozib olgan, ekranga qo'yaman niklarini. Shunaqa organizatsiya ham bor. Ular ham dokument bilan shug'ullanyapti. Ular ham posrednik vazifasida, ular MVD emas, ular shunchaki qabul qilib qolishadi. Ular sizga aytadi, 4 kundan keyin, 5 kundan keyin telefon boradi xazayinlaringga yoki o'zlaringga bazaga tushmasa deydi. Telefon qilmasak, demak tushdi deydi. Ular ham sizga как положено qog'oz bilan sразу pechat bosib qo'lingizga beradi. Lekin ular ham posrednik vazifasida, ular ham o'sha momentda o'zida registratsiya qo'yib bermaydi. Shuni hisobini olinglar. Yana bittasi bor, pochta. Oldin pochta orqali qilinar edi. Unda registratsiya tartibi qattiq emas edi, farqi yo'q edi. Qog'oz bo'lsa bo'ldi, pochtaning pechati bo'lsa bo'ldi. Hozir pochtadan hech kim foydalanmayapti, qabul ham qilmayapti ular. Keyin hozir yana rivojlangan narsa bu gosusluga предложенияsi orqali, ya'ni uyi o'zini shaxsiy uyi bor odamlar gosusluga orqali elektron tartibda, ya'ni rasmga tushirib PDF shaklda dokumentlaringizni MVDga jo'natadi, o'zini uyi qaysi rayonda bo'lsa o'sha rayonning MVDsiga, va u registratsiya yangi kelgan bo'lsanglar yo bo'lmasam hamma narsalar joyida bo'lsa tushadi va 10 kundan keyin atvet keladi. Eng uzog'i 15 kunda, 14 kunda ko'rib chiqiladi va u yerda registratsiya topshirganlaringdan keyin sразу 500 so'm to'laysizlar, u ham elektron atvet qaytaradi. Qog'oz tayyor bo'ladi yoki agar bazaga qo'ymaydi qanaqadir sabablari bo'lsa, pismo xat qilib, o'sha elektronniy qilib atvet qaytaradi. Ya'ni ошибканgiz borligi uchun biz sizga qilib bera olmaymiz. Yo bo'lmasam nimadir bo'lgan, murojaat qiling MVDga deb aytishadi. Demak, registratsiyalarning ichida eng ishonchlisi o'sha moment o'zida bazaga tushadigani bu MVDda, ya'ni politsiya xodimi kiyimida o'tirgan odam siz dokumentlaringizni qabul qilsa, ishoningki, u registratsiya sразу bazada bor. Qolgan registratsiyalarga ishonib, voy meni registratsiyam bor, voy men yoraman, yo ko'zini o'yaman deb o'zingizlar duh bermanglar. Chunki qolganlari 50 ga 50. Keyin gosuslugadan kelgani ham 100% deymiz, lekin ko'pchilik aldayapti. Gosusluganing elektronniy variantlarini ham yasab olishyapti. Bu siz topshirgan, agar xazaykani qo'lidan gosusluga orqali olgan bo'lsanglar, ishonsanglar bo'ladi. Xazaykalar aldamaydi. Agar posredniklarning qo'lidan yoki shunaqa dokument bilan shug'ullanadigan qo'lidan elektron registratsiya olgan bo'lsanglar, u narsaga 100% ishonib, voy yoraman deb bahslashib o'tirmanglar. Chunki ko'pchilik hozir maqsad faqat pul topish bo'lib qolgan. Sizni dokumentlaringizni muammosi ko'pchilikni qiziqtirmaydi. Dokumentga shug'ullanganlar asosiy maqsadi tezroq, kattaroq summa topib O'zbekistonga qochib ketish, ayniqsa shu yerda dokument uchun O'zbekiston fuqarolarini.
hech kimni yomonlash maqsadida emas, odamlarga yordam berish va tushunchani, bilimlarni oshirish maqsadida bu video qilinyapti. O'zinglar uchun saqlab olinglar. Demak, eng ishonchli registratsiya bu MVD orqali yoki aynan xozayka tomonidan berilgan, o'sha uyni egasi tomonidan taqdim qilingan go'suslugi orqali qilingan registratsiyalar. Короче, foydali bo'lgan bo'lsa, like bosinglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar va dokumentlarni porядка qilib chiroyli bo'lib yuringlar, chunki bitta registratsiya uchun bitta shtraf olsangiz, ikkinchi marta shtraf sizni deport bo'lishingizga olib keladi. Registratsiya uchun birinchi qilinadigan shtraf 5000 so'm, ikkinchi martasi yo shtraf qilib qo'yib yuborish mumkin, yo bo'lmasam sizni o'sha joyni o'zidan deportatsiya, выдворение qilish mumkin. Hozir bilasizlar, обычный politsiya xodimlari ham sizlarni bemalol deport qilish imkoniyatiga ega. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, dokumentlaringni chit qilib yuringlar.